kelganman. Chorvachilik qilaman deb mahallada 25% to'lab qo'ygan hozir 50 bo'lyapti. 50 ming. Mahalla loyihasidan. Ha, mahallada. 25. Qaysi mahallada turasiz? Nayman mahalla. Nayman mahallasidan. Quruvchiligi. Masala yo'q, beramiz. O'zingizda eng tartibli uni Sizmanda o'zimni band qilaman. Og'ir 3 oy ijara ishlamagan bo'lish kerak. O'zingiz band qilgan ro'yxatdan o'tsangiz 20% beramiz. Agar siz o'shani yilma-yil 370 ming qanchada bir adashmasiz to'lov qilsangiz sizga 1 hissa yoziladi har yiliga. Yiliga shuncha to'lab turasiz kerak. O'sha mahallada do'konim bor. Kuchli do'kon olingan. O'sha yerda sartaroshlik qilaman. Shuni ustini qayta remont qilishim kerak. Bir yildan ziyodroq dam olishda bo'ldim. 266 qismi bilan. Shunda kichik qarz qo'ydim. Kreditlar shunday yopishim kerak-da, menga so'rab qo'yapman. Hozir men nima qayerdan olishim kerak? Kredit maqsad deyiladi-da. Siz kredit olib qarz qo'ygan. Yo'q, do'konni ham men uni qilishim kerak-da. Do'konni lekin o'sha vaqt oralida siz pul yo'q bo'lsa, to'lov yopsam bo'ladi. Qo'yish sizni yo'qmi bilan payt? Bank o'zidan shu o'zidan depozit bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Bankomatdan hech narsa xohlagan joyga terminsizlar. Menda ham to'g'ri bo'lyapti.